Nevroz, qo'rquv, vahima, xavotir, ichki bezovtalanish klasterini bu 7-mavzusi bo'ladi. Bugungi mavzuda nevrozimizni kuchaytiruvchi asosiy 3 omil haqida gaplashamiz. Birinchi omil bu o'z nevrozimizni tanimasligimiz, o'z nevrozimizni tushunmasligimiz, bilmasligimiz, nima bilan kurashyapmiz, u bilan qanaqa kurashish kerak, o'zi nevrozimiz nimadan iborat, uni boshi qayerda, oxiri qayerda buni bilmasligimiz o'z nevrozimizni kuchaytiruvchi birinchi omil hisoblanadi. Ikkinchi omil bu o'z nevrozimizdan qo'rqishimiz. Ya'ni nevroz meni bunaqa qilib qo'yadi, bunaqa qilib qo'yadi, nevroz meni kasal qilib qo'yadi yoki kasal qilib bo'ldi yoki yana bunaqa holatlar bo'ladi, bunaqa holatlar bo'ladi deb imini o'z qo'rquv, vahimalarimizdan, o'z nevrozimizdan qo'rqishimiz bu o'z nevrozimizni kuchaytiruvchi asosiy ikkinchi omil hisoblanadi. Uchinchi omil bu nevrozga juda ham katta baho berish. Ya'ni nevrozim tuzalmaydi, men uni yenga olmayman, u meni qiynaydi, bunaqa qiladi, u juda ham kuchli, meni uni yengishga kuchim yetmaydi. Mana shuncha vaqt o'tdi, qanchadir oy o'tdi yoki qanchadir yil o'tdi, men tuzala olmayman, men endi tuzala olmayman deb o'z nevrozimizga juda ham katta baho berishimiz o'z nevrozimizni kuchaytiruvchi omil hisoblanadi. Ya'ni nevrozimizni asosiy kuchaytiruvchi 3 omil shular bo'ladi.